Oke, hozir men sizga atir haqida aytmoqchi bo'lgan ma'lumotimni bilganingizdan keyin atir tanlashda ikkilanib qolmaysiz. Qo'limda ikkita 50 talik bir xil atir turibdi. Bunisining narxi 1.200.000, mijozimiz olib kelganlar, bunisi bizaniki 2.200.000 chiqadi. Nima uchun narxi bunaqa farq qilayotganini hozir men sizga tushuntirib beraman. Undan avval bilasiz, Aquasafir ko'pchilikni oshiq qildirib qo'ygan atirligini. Aquasafir atiri aynan hozirgi mavsum uchun qishga mos atirlardan biri hisoblanadi. Takoy klassik deskiro va muhim переговорlarga mos bagati aromatlardan biri hisoblanadi. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsak, bu atirdan asosiy eng katta farqi turib berishi va taralib berishida bo'ladi. Biza bu atirni shu holatga kelgunicha ko'plab filtrlardan o'tkazamiz. Shuning uchun ham 3-4 barobar stoykislik yuqori bo'ladi va ichida ishlatilgan ingredientlari qimmat bo'ladi. Sizga ham stoyk shliflari kuchli Aquasafir atiridan kerak bo'ladigan bo'lsa, direkt orqali murojaat qiling, bonuslari bilan tayyorlab beramiz.